O'zbekistondagi pensiya oluvchi fuqarolar darhol xabardor bo'ling. Yanvar oyining pensiyasi qachon to'lanishi e'lon qilindi. Bugun pensiya jamg'armasi barcha savollarga javob berdi. Assalomu alaykum, hurmatli tomoshabinlar, tezkor yangiliklardan birinchilardan bo'lib xabardor bo'lishni istasangiz, videorolik ostiga like tugmachasini bosib qo'yishni unutmang. Like bosgan insonni Xudoyim doim qo'llasin. Diqqat qiling. Pensiya jamg'armasi yanvar oyi pensiyasi to'lovlari bo'yicha fuqarolarni qiziqtirayotgan savollarga izoh berdi. Amaldagi tartibga ko'ra, pensiya mablag'lari har oy bank plastik kartalari orqali oluvchilarga oyning 5-sanasiga qadar o'tkazib beradi. Pensiyani naqd shaklda oluvchi fuqarolarga esa to'lovlar har oyning 4-sanasidan 27-sanalari oralig'ida yetkazib beriladi. Ma'lumki, joriy yilning 31-dekabrdan 4-yanvargacha bo'lgan kunlarda Yangi yil bayrami munosabati bilan dam olish kunlari etib belgilangan. Shu sababli yanvar oyi pensiyalarining to'lanish muddati bo'yicha savollar yuzaga kelgan. Pensiya jamg'armasining ma'lum qilishicha, pensiya to'lovlari har yili tasdiqlangan O'zbekiston Respublikasining davlat budjeti to'g'risidagi qonun asosida moliyalashtiriladi. 2026-yilda ham O'zbekiston Respublikasining davlat budjeti to'g'risidagi qonun bilan pensiya jamg'armasining 2026-yil uchun xarajatlari tasdiqlangan. Shundan kelib chiqib, yanvar oyi uchun pensiya to'lovlari bank plastik kartalari orqali oluvchi fuqarolarga 2026-yil 5-yanvardan boshlab yuklab berilishini ma'lum qiladi. Shu kunlardan boshlab pensiya jamg'armasi tomonidan pensiyani yetkazib beruvchi tashkilotlarga ham mablag'lar moliyalashtiriladi. Naqd shaklda pensiya oluvchi fuqarolarga esa yanvar oyi pensiyalari 2026-yil 5-yanvardan boshlab 27-yanvargacha Xalq bankining sayyor kassalari tomonidan tasdiqlangan kunlar grafiklar asosida mahalla fuqarolar yig'inlari orqali fuqarolarning yashash manzillariga yetkazib beriladi. Yangi yil munosabati bilan bayram mukofoti berish majburiymi? Kambag'allikni qisqartirish va bandlik vazirligi mamlakat qonunchiligiga tayanib bu masalada aniqlik kiritdi. Mehnat kodeksining 252-moddasiga rag'batlantiruvchi xususiyatga ega to'lovlar ko'ra mukofot va boshqa rag'batlantiruvchi to'lovlar tartibi ish beruvchi tomonidan belgilangan hamda jamoa shartnomasi yoki ichki hujjat bilan rasmiylashtiriladi. Agar ichki hujjatda barcha xodimlarga bayram munosabati bilan mukofot berish majburiyati belgilangan bo'lsa, ish beruvchi uni berishi shart. Aks holda bu qarzdorlikni keltirib chiqaradi. Agar bunday majburiyat ichki hujjatlarda ko'zda tutilmagan bo'lsa, mukofot berish majburiy emas, u ixtiyoriy hisoblanadi, deyiladi vazirlik xabarida. Ta'kidlanishicha, mukofotlashda kamsitishga yo'l qo'yilmaydi. Mehnat kodeksining 4-moddasiga mehnat huquqining tegishli mehnat va mashg'ulotlar sohasida kamsitishni taqiqlash prinsipiga ko'ra jins yoki lavozim yoki mehnat natijasiga bog'liq bo'lmagan boshqa holatlar asosida farqlash kamsitish hisoblanmaydi, deyilgan xabarda.